tez aytib bersak, nima qiladi? Himoya qilgan bo'lasan. Xo'p, mayli. Yaxshi. Ikkinchi guruhda kim chiqadi? Madina. Birinchi bahor haqida she'r aytishingiz kerak ekan. Zaminning o'zidan qochadi uyqu, demak bahor keldi, kelmoqdalar biz. Barakalla. Oxirgi nima deydi? Himoya qiladi. Boya Og'abek chiqsin, mayli, boya Og'abek. Avval. To'qqizga nima bor edi? Mukofot bor edi. Bu mukofotni butun nimaga beramiz? Jamoaga beramiz. Qancha chap qo'yasiz? Demak, o'quvchilar, azizlar, berilgan topshiriqni to'g'ri chiroyli bajardimi? Bu guruhga ham 5 ball. Barakalla. Demak, bugungi nima deydi? Musobaqamizni g'olibi ikkinchi va uchinchi guruhlar bo'ldi. Bilimdonlar va zukkolar guruhi g'olib bo'ldi. A'lochilar guruhi esa ozgina tez aytishda nima qildi? Qiynaldi. Shuning uchun zukkolar va bilimdonlar guruhi